binoni ortidan ham quyosh chiqadi, ichkarisidan ham nur taraladi. Nima uchun bunday deganimni hozir video davomida bilib olasiz. Assalomu alaykum aziz oqdaryoliklar. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Oqdaryo tuman ixtisoslashtirilgan maktabi o'quvchilari muddatdan oldin oliy ta'limga kirish uchun imtihonlarda qatnashib, xalqaro hamda milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishmoqda. Jumladan, mazkur maktabning 10-sinf o'quvchisi Charoz Sheraliyeva xalqaro miqyosdagi SAT Scholastic Assessment Test imtihonida algebra fanidan ishtirok etib, 1500 ball to'plashga erishdi. Ushbu natija o'quvchimizga AQSh, Kanada, Turkiya, Koreya, Yevropa, Yaqin Sharqdagi ko'plab universitetlarga kirish, grant va stipendiyalar olishda yuqori imtiyozlar beradi. Bu ko'rsatkich Charozning intilishi, puxta tayyorgarligi va o'qituvchilar mehnatining yaqqol samarasidir.